O'zingizni sevishni emas, o'zingizni sezishni o'rganing. Siz charchamadingiz. Siz shunchaki o'zingizni uzoq vaqtdan beri eshitmayapsiz. Hamma sizdan nimadir kutadi. Lekin bir marta ham o'zingizdan so'radingizmi? Men nimani xohlayman? Ko'pchiligimiz kulamiz, lekin baxtli bo'lganimiz uchun emas. Boshqalarni xavotiriga solmaslik uchun. Psixologik haqiqat shuki, inson avval o'z hislarini yo'qotmaydi. Avval ularni inkor qilishni o'rganadi va bir kuni uyg'onib, nega endi hech narsadan xursand bo'lmayapman deb hayron qoladi. Aslida esa siz baxtni yo'qotmagansiz. Siz o'zingizni yo'qotgansiz. Oxirgi marta qalbingizni qachon tinglagansiz? Bir hafta oldinmi? Bir oy oldinmi yoki umuman eslay olmaysizmi?